Jin ursin, mana bu odam ham telefonni ko'taravermadi. Yana qaytadan telefon qilib ko'rachiman. Mana bu 91lik 272 98 00 Xo'p, mana davay. Zvuk ketyapti. Davay, iltimos oling brat. Yana qo'yib qo'ydi. Jin ursin, nima qilsam bo'ladi? Barchaga salom bilachilar. Sizlar bilanman yana master va hozir men o'zimga bir oshxona olmoqchi edim, ya'ni yangi uyga ko'chib kelganman. Yangi uy desa faqatgina shu stolchalardan boshqa hech narsasi ham yo'q. Mana bu narsalarni ham ko'p narsalarni chirib ketgan. Bu pulni ham lekin, ya'ni bu uyni ham lekin juda ham katta pulga oldim. Hattoki tualetini ko'rishlaring uchun qanaqaligini. Xo'p, telefon qildi va nihoyat mana ko'tar. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Sizga nima kerak? Men sizdan uy olgandim, ya'ni uy bas o'zi oshxona o'rnatda turadigan. Ha, ko'rdim. Qarachi, o'shani olmoqchimisiz? Ha, o'shani olmoqchiman, o'shani. Necha pul edi? Ha, 1 stak bo'ladi. Mayli, olaman 1 stakka. Qachon bersam bo'ladi? Ha, mani kartamga tashab qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa o'zimga kartamda pul bordi, 200 stak o'shani tashlayman hozir. Xo'p, kartangiz nomerini ayting. Kartami nomeri 991 00 75 75. Xo'p, mana yozyapman. 75. Bo'ldi, pul tushdimi qarang-chi. Ha, pul tushdi, bo'pti, sog' bo'l. Bo'pti, menga narsalarni berasizmi, kalitlarni? Ha, ertaga indiga beraman. Hozir o'zing ko'rchi, o'zing yoqarmikin senga? Albatta yoqadi, men o'tgan safar ko'rgandim. Bo'pti. Ha, bo'chirar. Xo'p. Balaqayat obunachilar, men o'zimni uyimli bo'ldim. Uyimli debman. Oshxonali bo'ldim endi, men ham boshqalarga o'xshab oshxonada ishlashim mumkin demoqchidim. Nimaga kech bo'lib qoldi? Endi uxlashim kerakmi? Jin ursin. Shu ularga qo'yma. Tezda kechqurun tushib qolar. Endi mana shu uxlashim kerak qarachi. Hammaga xayr obunachilar, ertagacha. Ertalab ham tushibdi. 7:30 ketdim men endi. Mazza qilib o'zimni oshxonachamni ochishim kerak. Juda ham anaqa qilaman. Kimsiz siz? Ishim bo'lmasa yo'qol. Bo'pti, menga kerak ham basiz-u. Meni oshxonam, mana endi mana bu ochsam, mencha zo'r joy bu. 2 stakka o'zi ham 1 stak bo'lsa 2 stakni nimalarga ishlasam qo'yishga narsalarni. Nihoyat endi meni ham oshxonam bor, menimcha bu joyini keragi bor. Batta dastavka anaqa qiladigan joy qilamiz va mana bu yerni esa anaqa qilamiz. O'zimiz yerda o'tiramiz va nari tomonga ana mashhurlarga ko'rishganlarni hozir chiqib ham ko'rsataman. Xo'p, mencha sekin bu, yomon sekin bor-ku. Sakrab yurish kerak. Mana bu narsalarni yo'qotamiz hozir. Chunki bu narsalar bizga xalaq beryapti. Nima bu yo'qolmayapti? Xalaqmi? Bilmadim kerak. Menimcha buni pirkalarni olish kerak kerak. Hozir men endi nima qilishim kerak? Dastavkadan xizmat olishim kerak. Ular menga mana shu sandiqdami nimadirda olib berishsa, narsalarni kiyman bemalol anaqa qilishim mumkin. Hozircha yopolmas, shuni mana yopib turaman. What the fuck, bro? Nimaga shunaqa bo'laveradi? Mayli, qarachi. Men joyim yaxshi ishlamadi. Mana bu dastavka 91lik 86 87 ga zvonib ketyapti. Alo, kimsiz? Men qarachi dastavka qilmoqchi edim, mebellar. Hamma mebellar olib kelavering. 1 stak bo'lsa ham mayli. Sizda 1 stak bo'ladi qarachi. Hamma oshxona uchun lekin.
Ha, o'zim bilib turib shu yoqqa telefon qilyapman-da. Ha, bo'pti, qancha olib kelaylik? Sizni anaqangiz telefoningizga lokatsiya tashlab qo'ydim, o'sha yoqqa boraverasiz. Xo'p, bo'ladi. Biz kelyapmiz. Bizni kuting. Xo'p, o'chirdim. Mana holatda men shunchalik tezkor odamman. Tezroq vaqtda qiyin kelyapti chunki. Ha 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 ha. Qarachi o'tguncha emas, videoni stop qilib turaman. Bo'lmasa stop qilsam meni ma'lumotni qilishayman. Qarachi video stop bo'ladi. Ha ha ha, hamma narsa yetkazilibdi. Rahmat. Xo'p, bo'ladi. Siz bilan yana biz tez yetkazib kutski uslubmiz. Ha, xo'p, mayli. Menga hamma narsa yo'qdi va men hozir o'tiryapman. Lekin kam narsa tashlayapsiz. Juda ham kam. Ha, chunki bizda narsalar qolmagandi. Endi darigi safargi videolaringizdan chiqarishingiz bo'ladi. Ha, bo'pti, qarachi o'chiryapman. Xo'p, obunachilar qarachi 1 minut, ya'ni 1 minutdan emas, 7-8 minut anaqadan keyin men yana videoni boshladim va ko'rishlaring mumkin. Bizda narsalar bor, lekin shuni bilib qo'yinglar. Juda ham kam. Xo'p, juda ham kamligi uchun ham kam, qarachi kamda. Mana hozir biz sifatga stol qo'ysak. Xo'p. Bularni narigi safarda videolarda almashtiramiz, chunki bular menga yoqmadi. Yoqmagani uchun almashtiramiz. Bu nimasi bu endi? Nimasi? Nimaga qo'ymayapti bu, a? Asabga tegyapti shunaqa. Karochida. Bu miya kalkulyatori. Mana bu joylarga ham qo'yamiz. Hoppana video. Keyin battigini oldik. Ana endi yana haqa qo'yamiz. Ya'ni menimcha shuncha yetsa kerak, manatlarga ko'p qo'ysak. Lekin juda ham kam olib kelishdi, shunisi ham bor. Bunga yaxshi. Mana men qo'yaverasizlar. O'rtasiga yetadi shuncha. Ana yo'qol, nima qilyapsan bitta? Cho'chqa bo'l. Xo'p, endi yuramiz. Turamizda manatlarda. Mana bu narsa ham bordi. Nima ham, bilmadim nechun. Jo'shlarsa qilasiz sekingina, prostagina. Shunday qilib tushiramiz, bolalar, obunachilar, qizlar. Xo'p, mana. Ha, keyin kanalda juda ham ko'p aktiv bo'lyapti, bolalar, obunachilar. Lekin aktiv bo'lganga yarasha kommentariy yozmayapsizlar, like yozmayapsizlar. Nimaga like, kommentariy yozmaysizlar? Men sizlar uchun shuncha mehnat qilaman, mana bularni sizlar uchun shuncha chiqaverishadi spam bo'lib. Lekin sizlar bir marta ham menga yozib qo'ymaysizlar. Omad aka, omad videolaringizga omad deysizlar, yangi youtuber bo'lsam men. Lekin kommentariy yozmasizlar ham, mayli, rahmat, shuncha prosmotr yig'ib beryapsizlar. Lekin men uchun bu yetmaydi. Men sizlarga ham, meni ham kanalimga kirib kommentariy, like'lar bosishlarni xohlayman, lekin bosishmaydi. Iltimos, like va obuna, kommentariy hamma bo'lib qo'yinglar videoni ko'rayotganlaringda. Rahmat sizlarga, kim shunaqa deyayotgan bo'lsa. Rahmat, qarochi. Mana bizda yana shuncha narsalar bor, lekin sandig'im qayerga ketdi? Sandig'im ketib qoldi, o'shachi. Hech narsa qilmasam, mehtirib mana. Xo'p, endi mana sariga qo'yib chiqamiz. Kerak bo'ladi, bilasizlar, hozir. Hoppana, bo'ldi. Shunday. Xo'p, ana endi mana bu yerga narsalarni qo'yib chiqamiz. Xo'p, yaqinda men bu joylarni juda ham katta zo'r qilib tashlayman-da. Bular ham kerak. Hoppana. Hoppa. Endi birinchi kunda menimcha shuncha bo'ladi va bichagi yo'q. Mayli, mana shu yerdan nimadir qo'yib qo'ysa bo'ladi. Voy. Qara cho'chib turam, to'g'risini aytsam kerak.
Ho'p, endi mazza qilib uyimga kirib uxlasam, to'xtanglar. Men mani oshxonamni nomini esimdan chiqaribman. Oshxonamni nomi esa nima derkin? Master Bellissimo bo'ladi. Bellissimo. Ya'ni Bellissimo pizzadan o'g'irlaymiz. Tabiiyki, bu Minecraft hali meni mana buni o'ynashyapti-da. O'ynashmay tursa zo'r bo'lardi. Xo'p, короче, telefonimni necha soat. Oho! Xo'p, telefonimdan ko'raman mayli, lekin men juda ham charchadim. Sizlarda bitta bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men juda ham charchadim. Borku, mazza qilib o'ynayim kelyapti mana. Mana bu suyaklar dastidan ham voy eng qizig'i mana uyimda hech narsa yo'q. Mayli, короче. Mazza qilib uxlashim kerak. Men juda ham charchadim. Sizlar esa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Ertagacha hammaga xayrli kunlar.